Amir avtosavdoda sizlar uchun ideal holatda yaxshi Spark mashinasi 2012-yil 357 ming kilometr masofani bosib o'tgan katta motorda bo'ladi akalar. Mashina ideal holatda turibdi. Qimmat tepasi ledlar qo'yilgan yangi Cobalt diska balonlargacha qo'yib qo'yibdilar akamiz. Salonini ko'rsatib chiqsam, saloni ham zo'r holatda turibdi. Mes deflektorlar qo'yilgan, tomlar alkantara qilingan, yaxshi chexol, ko'rli solingan, temir gaz balonlargacha ham ustunovka qilingan. Konditsionerlar ham ishlaydi akalar. 357 ming probeg. Orqa tomonlarni ham ko'rsatib chiqsam akalar. Mashina yaltirab, olov bo'lib turibdi. Texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Akamiz bilan narxini sizlar mazza qilmang eshitganim uchun $4300 baholadi. $4300 ga 2012-yil katta motor, 357 ming probegda yurgan, ikkinchi pesi mexanika Spark mashinasi. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, akamiz 40-50% ga roziman deyaptilar. O'zingiz uchun tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. $4300 ga 2012-yil katta motorda Spark mashinasi. Sizlar xohlagan dokument bo'ladi akalar.